qaytisi. Biroq u qandaqsiga raketa bo'ladi? U degan shart tursa. Baysan dedim-ku, raketaning uchish qaytisi deb. Qaytisi? Shundaq. Sharning uchish qaytisi bilan o'xshash. Raketani uchalaydi. Uqdingmi? Uqmadim. Uqmdi? Bo'pti. Amsi menimdan so'rab baqaylik. Raketaning qaytisi. Endi bo'ldi. Go. Solkoviski. Bu nima? Buni qanday o'qiydi? Solkoviski. Sizlar bilmaysizlar deyman. U muhim bir shaxs. Solkoviski bo'lmagan bo'lsa, raketami, sun'iy hamrohmi bo'lmagan bo'ladi. Bo'ladi, men sizlarga so'zlab beray. Raketaning otisi Solkoviski. Bu kishi Solkoviski bo'ladi. Kishilar uni raketaning otisi deyishidi. Hozirgi Sovet ittifoqi buningdan 100 necha yil ilgari Rossiya imperiyasi deb ataladi. Şumu, şu, u nimani desam zoti terikmaydi. Hey, qaboqlashqanlar! Durust. U ablah doim qorbol kiyib qo'ynoqsi ichidi. Jura, ma'qul. Qo'yjab. Nim qilmoqsizlar? Akral dema. Hay, bular zot amal yo'q. Voy, nim degan qattiq, u qandoq yeydigandi? Solkoviski 9 yoshida zukamdab qilib, oqidan bo'g'ma kesligiga giribdor bo'ladi. Keyin saqaygan bo'lsa-mu, qulqi gaz bo'lib qoladi. U qattiq azoblandi. Biroq g'am qilib ketmanglar. U mening ovozimni anglayoladi. Chunki men Solkoviskining qalbidagi mimi emasmi? Voy, u yo'q-ku. To'g'ri, u cho'qim kitobxonaga ketdi. Shega berib baqaychi. Oyjon. Kechirgin. Men sizga mana buni aytgan. Rahmat. Taz jangas qatding. Yaqinda buyon kunim qaynoq suv qolgan edi. Siz bapulingizga kitob ilib o'qiysiz, to'g'ri hisob ilib tajriba qilasiz. Men buningga qarshi emas, lekin yangi yeb turing. Yangi yeb turing. Yurtimdan ayrilgandan buyon yangi yeb baqmadim. Kerak yo'q. Uydagilarning tafovati bek az. Ular menga ko'proq pul avatib bermaydi. Men ko'proq kitob o'qiy olsam, qilmoqchi bo'lgan tajribalarni qila olsam, bu mening eng zo'r baxtim. U mana mushundaq odam. Moskvaga kelgandan keyin u ilgirgideklar o'zligidan o'rganishni qat'iy davomlashtirdi. Qulog'im gaz so'g'ini bilan buning yaxshi tarafi bor. Qalaymaqan ovozlarni anglamayman. Kitobni nayt berib o'qiyman. Lekin haq meni ko'zgilmaydi. Bu mag'dak alam qiladi. O nayt tirishchan. Men uning tajriba qilishiga yordamlashaman. Uningga aql ko'rsataman, ishlariga ko'ngil beraman. Shunga meni uning nomsiz qahramoni deyishga bo'ladi. Qaranglar, mana bu mashhur yozuvchi Jules Verne'ning Zemberekdan Oyg'i nomli romani. Romanda yozilishiga 300 metr uzunlikda zemberek yasaydi. 3 odam bilan 2 zemberek o'qiga o'ltirib oyga chiqadi. Zemberek o'qini oyga chiqarish uchun derizini aynak bilan yem etiydi. Buni ular zembereksimon olam kemasi deb ataydi. Kemadagi 3 odam Fransiya va Amerikadan kelganlar. Ular yer shariga qaytashida raketani ishtirib, sur'atini ostitis usulini qo'llandi. Bu fantastik roman Solkoviskining qalbini olamga band qilib qo'ydi. Solkoviski maktabda o'qituvchilik qilgan bo'lsa-mu, olam bo'shlig'idan mehrini zotili uzanmadi. Nim bo'ldingiz? Jules Verne'ning degandek ushqanda oyga yetib bag'ilib bo'lmaydi. Voy, kitobdagi gaplarga ishinib qolgan o'xshamamsiz. Bu bir fantaziya bo'lsa-mu, uning deganlarining ilmiy asosi bor. Uni bir xiyoliy hikoya degili bo'lmaydi.
Men Newton'un dinamik qoidasi bo'yicha yer sharidan ayrilish sur'atini hisoblab chiqdim. Andın atmosfera qavitidan o'tkicha havoning surkilishidan yuqori harorat paydo bo'lganligini uqdim. Jol Verne'ning tasavvuridagi xatolik tuzilib, boshqa bir to'g'ri usul qo'llanilsa, odamlar cho'qim ayri chiqa oladi. Yer sharining tortish kuchidan qutulish uchun sekundiga 11 kilometr sur'at bilan uchishga to'g'ri keladi. Lekin zambirak o'qi unchalik tez ucholmaydi. Onun ustiga texim qiyin yeri shuki, uchayotganda hosil bo'lgan tez sur'at sababidan eg'irlik yerdagi eg'irlik kuchidan 20 ming as eshib ketadi. Bu chaqda olam kemisidagi odamlar yanchilib ketadi. Bu masalani hal qilish bek tez. Odam zoda qanchalik eg'irlik kuchiga chidashlik bera oladi? Merkezden kaçış kurulmasından faydalanıp, toxu bilen taşqanni tecrübe qılıverdi. Tecrübe neticesi ularning yer yuzidagi eg'irlik kuchining 5-6 hasiga barabar keladigan eg'irlik kuchiga chiday oladiganligini ko'rsatdi. Eg'irlikni azaytishning amali bormidi? Voy. Qulqini og'ritmay. Mim, manasini yuqoriga chiqib, andin pastga tashla. Nima qilay deysiz? Mang, tez bo'l. Oyga kelgansiz. Yana migizrak. O'shanchalik bo'lsa buni. Voy, bek yig'irga. Qutining ichidagi nimada? Qani ko'rib boqaychi. Aslida suv bilan tuxumkan u. Voy, bek kelib ketdi u. Yerga tushganda tugishib ketmay yana. Micilmaptı. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Nima gap bu? Bu tecrübe moddalar su ichib tursa, eg'irlik kuchining ta'siridan qutulganligini isbotladi. Tushundim. 1883-yili Solkovskiy tunji qitim sun'iy hamra to'g'risida kitob yozdi. Jismlar gorizontal tarafga tashlanganda sur'at qancha tez bo'lsa, shuncha yiroqqa bora oladi. Uqdinglarmi? Jismlar nimishqa tushib ketadi? Çünkü yerning tartish kuchi bo'ladi. Har qanday narsa hamon tushib ketadi. Jism harakat qilishga boshlasa, to'xtamasdan harakatlanaveradi. Mana bu Newtonning inersiya teoriyasi, Solkovskiyning tasavvurining asosi. Sur'at bilan tartish kuchi tenglashgan chog'da shar to'xtamasdan aylandi. Mana bu sun'iy hamra. Solkovskiy bu sur'atni inchiklik bilan hisoblab, taxminan sekundiga 8 kilometr ekanligini hisoblab chiqdi. Biroq yer sharining ustida havo bor. Shunga havoning surkilishi bilan sur'at davomli tuvanlayverdi. Shunlashqa sharni 200 kilometrdan 300 kilometrgacha bo'lgan egizlikdagi havo sharining yerga tashlab, andin parallel orbita bo'yicha siljitish kerak. Molim! Sizni o'quvchilar chaqiryapti. Ha? Molim, shar qo'yib beramiz degandingiz-ku. Qo'yib beraylik-ku. Qo'yib molim. Ma'qul, mana hozir. Bolalarni xush qilish uchun Solkovskiy qog'ozda bir shar yozdi. Lekin spirit bo'lmag'achqa sharni o'tin qalab harakatlantirishga to'g'ri keldi. U gaz bo'lsa-mu, ammo darsni nihoyat qiziqarli so'zlagachga bolalar uningga amroq edi. Olmadı. Vay
og'rib ketdi. Nima bu? Neymiş ki köylüsüler? Köylüvatsızlar. Bu beymani çakçakını kim kıldı? Sizler mi? Bu beymani çakçak emas. Biz moyum tecrübe ötküzatımız. Nima? Bu narsaning nimaga keragi bor? Darhol ilib ketinglar. Nima qilyapsiz? Bu o'qitish qurolini muallim bizga yasab bergan. Biz shundoq. Bu eski narsimi o'qitish quroli bo'ptimish. Nima jo'layapsiz? Muallimga qarangizga ruxsat yo'q. Yura. Hey, vallahi qani? Hey, qarang, siz oyga shar bilan chiqaydamsiz? Shar bilan chiqilib bo'lmaydi. Chunki olam bo'shlig'ida havo yo'q, lekin raketa bilan chiqilib bo'ladi. Raketa? Mana bu 19-asrdagi raketa. Biroq ular nayti oddiy, sirtdan qaraganda u xuddi o'yinchiqqa o'xshaydi. Shundaqdimi, shu chaqda Solkoveskiy olam bo'shlig'iga raketa bilan chiqilib bo'ladi deb kesib aytgan. Men zodila uqamadim. Siz nimishqa bundoq kesib aytadigansiz? Chunki men ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasini o'rgangan. Ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasi? Suv paloq bilan ishtirilganda kema uning aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Qushlarning qanoti bilan havoni ishtirib o'xshashli aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Lekin bu qonuniyat olam bo'shlig'ida oqmas, u yerda havomi, suvmi yo'q tursa. U shundoq. Qushlar bilan kema ilgirlamaydi. Olam bo'shlig'i bilan aks ta'sir qoidasi o'xshash bo'ladi. Qoida aeroplan bilan reaktiv aeroplan havodan foydalanadi. Men tushunmadim. Men buni misol qilib so'zlab beray. Qara. Shardagi havo o'zliksiz siqib chiqariladi. Ana shu kuchning aks ta'siri bilan shar uchadi. Raketaning qoidasi mana shu. Havoning sirkilishi bo'lmagan bo'lsa, raketa texnik tez uchgan bo'ladi. Hey, ne ko'rsa? Sharni olam bo'shlig'iga chiqib sinab baqay. Unda qilsam bo'lmaydi. Nimishqa bo'lmaydi? Vakuum olam bo'shlig'ida shardagi havo biroqli chiqib ketadi, shar etlib ketadi. Siz menga rezingi sharning qoidasi raketanikiga o'xshash degandingiz-ku. Hey, sen tek tushunmabsan. Men yenim tafsil so'zlab beray. Atrofni havoliq bo'shliq o'rab turganda sharning ichidagi havoda ko'pish kuchi hosil bo'ladi. Shundaqla boshqa bir kuch ta'tir yo'nalishda rol o'ynashga boshlaydi. Endi simini ko'z jism bilan sinab qiling. Yili Solkoveskiy ilgirki tadqiqotlarini yakunlab, raketa olam bo'shlig'i va makon to'g'risida tadqiqot maqolasi yozib, olam raketasining tuzilishi bilan iqtidorni tafsil bayon qildi. Hamda bir formulani o'tirg'i qo'ydi. Matematika nuqtasidan olam raketasining harakati to'g'risidagi teoriyani ishlab chiqdi. Keyin uningga Solkoveskiy teoriyasi deb nom berdi. Maqolda raketaga portlatqich dori ishlatmaslik, balki suyuq jismni yiqilg'i qilish kerak degan qarashni muayyanlashtirdi. Bundaq bo'lganda klapan orqali o't oldirg'ili, ujargili bo'libli qolmay o'tni tanshigilimi bo'ladi. Shundaqmi? Havosiz olam bo'shlig'idimi yondirish uchun yiqilg'iga yana suyuqlantirilgan oksigen aralashtirish kerak. Mana bular jurnalga besilsa, kishilar olam bo'shlig'ida sayohat qilishning xavf-xiyol emasligini biladi. 5 yildan keyin bu maqola Ilmiy Obzor nomli jurnalga besildi. U 1903-yili yana Akovga raitlar o'zlari kashf qilgan ushquchi birinchi nomli aeroplanni tunji qatam uchirgan yili edi. Ayni chaqda bu aeroplan minutiga 260 metr uchadi. Bu olam bo'shlig'iga intilgan Solkoveskiy qattiq hayajonlantirdi. Lekin mutassib tekshirlar Solkoveskiy hadab ayblayverdi. Jurnalning tekshir bo'limi taqaldi. Jurnal butunlay musodir qilindi. Aradan 8 yil o'tganda Solkoveskining maqolasi qayta nashr qilindi. Uning tadqiqot qo'mitasi e'tiborga erishdi. Birinchi dunyo urushi portildi. Urush kishilarga nomratlik elib keldi. Jamiyat bag'asiri davolg'ib ketdi. Solkoveskiy 1916-yili Yer sharining sirtida degan ilmiy fantastik romanni yozdi.
Romanda ba'zilarning raketani sinaq qilib, olam bo'shlig'iga sayohat qilganligini, andin oyga borganligini, ularning texi bayqalmagan sayyorni tekshirib, Marsga yaqinlashganligini, eng oxirida yer shariga qaytganligini tasvirladi. Bu roman Solkovskining yangi zemin ekish uchun har vaqt izlanganligini aniq ko'rsatdi. Bu tuxum konservasiga. Shundoq. Tuxumni suva konserva qutisiga selib pastga tashlaganing ilmi esingdimi? Fizikalik yer shari xonasida eg'irlik kuchi qilchi sezilmaydi ekan. Konservani sinaq qilganimizga o'xshash. Bu eg'irlikni yo'qotish holatimi? Xuddi suvda o'zgandek bo'ladi ekan. Siz bek tirishchankansiz. Meshadimi o'rganib Mana bu quyosh nuridan foydalanadigan sun'iy gullik. Shu orqali oksigen bilan oziqlikni to'liqlig'i bo'lamdi. To'g'ri. Ha, olam kiyimim tayyor bo'ldi. Oldin uqtirlig'iga tamamen o'xshashga. Olam kiyimini kiyib baqaychi. Meni bilib boray. O'zimni to'xtamayapti. Olam kiyimini kiyib kevdan har qancha qismi boshqaramayapti. Menga xatarlik. Unutma, bu diye olam bo'shlig'i. Qaraganda bu kiyimni kiymagan tuzukka. Hey, nim! Buni roman qilib yozsam, ilm-fanga qiziqmaydigan kishilarni o'qib, olam bo'shlig'i qiziqadigan bo'ladi. Uning ustiga kitob ko'proq setilsa, turmushimni yaxshilanadi. Solkovskining bu arzusi Rossiya imperiyasi yo'qotilib, oktyabr inqilobi g'alaba qozongandan keyin ondan amalga oshdi. O'qituvchilik xizmatidan istifa berib, butun zehnini o'zi yaxshi ko'radigan tadqiqot xizmatiga qaratdi. Olam bo'shlig'i tadqiqot plani borgan sari kengayib ketdi. Olam bo'shlig'i sayohatining ehtiyoji sababli u olam bo'shlig'i bekiti yasab, uni baza qilishni o'tirg'i qo'ydi. Solkovski yana ko'p uygulik raketani tasavvur qildi. Bundaqda yiqilg'usi kuyib tuyigan uygular tushib qilib, eng oxirgi uyga nishonga yetib boradi. Hey Ras, men sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. So'raymi? Qani so'ra. Siz olam bo'shlig'iga berib baqmagan, olam bo'shlig'ida sayohatni qilib baqmagan tursangiz, bularni qanday o'ylab topdingiz? Bu ish bola vaqtimda bo'lgan edi. Shu chaqda men jiroqdagi narsalarning orlig'ini o'lchmoqchi bo'lgan edim. Shuning bilan o'zim yasagan o'lchash asbobi orqali kuzatish minorasi bilan o'zimning orlig'ini o'lchagan edim. Natija 300 metr bo'lib chiqdi. Keyin men chamdab baqsam, degandek 300 metr ekan. Bu o'lchashning nihoyat to'g'riligini isbotladi. Shundan e'tiboran to'g'ri nazariya orqali qo'lga kelgan natijaning cho'qim to'g'ri bo'lganligiga ishondim. Yaraydi ekansiz. Men tasavvur qilgan olam bo'shlig'i sayohat qilish usulining to'g'ri xatoligi pat yaqinda isbotlanadi. Bu hargizmi jiroq kelgusdagi ish emas. Suyuq jismni yiqilg'u qilgan raketani birinchi qatim sinaq qilib yasagan kishi amerikalik Robert Ekiyokidar. U 1926-yili tunji raketani qo'yib berib muvaffaqiyat qozondi. Bu Sovet ittifoqining Moskvadagi olam bo'shlig'ini echish xotira munorasi. Bu yerga g'oyat zo'r haykal o'rnatilgan. İnsanlar yaşarda devlet ölçüsü yetilemekte. Ular yoruluk ve boşluk doğrusu üstünü atmosferin sırtında öz maharetini yapılıdır. Solkovskining tug'ilganiga 100 yil bo'lganda Sovet ittifoqi insoniyat tarixidagi tunji sun'iy hamroni qo'yib berdi. Xuddi Solkovski degandek sun'iy hamra sekundiga 8 kilometrlik tezlikdan yer shari orbitasini aylandi. 1959-yili Sovet ittifoqi oyga ko'p o'g'illik raketa qo'yib berib, oyning yer sharida ko'g'il bo'lmaydigan orqa tarafiga ahvollarni suratga oldi. Oydagi halqsimon tog' tizimlarini tunji qatim bayqab, Solkovskining olam shumul to'kpisini xotirlash uchun bu tog' tizimisiga Solkovski deb nom berdi. Solkovski aytgandek, insonlarning quyosh atrofidagi bo'shliqni qo'lga keltiradigan davri cho'qim yetib keladi. Bo'ldi. Xo'shamsan.
takipçiler. Alem kiyimimiz Jupiter orbitasida ketyapti. Hozir yer sharida tushdan keyingi soat 2 bo'ldi. Tokyodagi top maydonida Gigant komandasi bilan Aykrot komandasi o'rtasidagi kaltak top musobaqasi jiddiy davom qilmoqda. Ko'rishni xohlovchilar 006 Alem bo'shliqi kanalini ochsa bo'ladi. Voy, yer sharidagi televizorni ko'gil bo'lgan-a? Aka, televizor ko'raylik-chi. Ma'qul.